Muftiy Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon 1954-yili Qur'oni Karimni nashrga tayyorlash tashabbuskori va tashkilotchisi bo'ldilar. Qur'oni Karim 1957-yilda Sho'ro davlatida ilk bor nashr etildi. Xalqlar o'rtasida tinchlik va do'stlikni mustahkamlashga qo'shgan hissalari uchun hamda tabarruk 95 yoshga to'lishlari munosabati bilan hukumat Muftiy Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxonni orden bilan taqdirladi. Mustahkam iymon e'tiqodi, kuchli iroda va ruhiy quvvati tufayli Eshon Boboxon 14 yil ichida Sho'ro hukumati xurujlariga nafaqat qarshi turdilar, balki diniy nazorat tuzilmalarini mustahkamlashga, mintaqada musulmonlar adadini ortishiga, islomiy madaniyatning yuksalishiga erishdilar. Allohning haq diniga xolis xizmat qilishga o'zini butkul bag'ishlagan, dunyo lazzatlardan yuz o'girgan, yuksak ma'naviy fazilatlari bilan oliy darajalarga ko'tarilgan, sobiq ittifoqdosh respublikalardagi islom diniga sadoqatli ulamolarni bir necha avlodini tarbiyalagan bu insonning hayoti va faoliyati darhaqiqat sulola davomchilari va o'sib kelayotgan yosh avlodga hamda islomiy ilm talabida bo'lganlar uchun yorqin ibratdir. Muftiy Eshon Boboxon ibn Abdulmajidxon Hazrat hayotini so'nggi kunlarigacha dinimizga xizmatda bo'ldilar va 1957-yil 5-iyun kuni 99 yoshda foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qildilar.